Bugün sizlar bilan lag'monimiz. Bu negativchilar uchun. Doim aytganman yo uchunda yoki hammaga bildirib aytishim shart emas-ku ba'zida. Kecha videomni uchun вообще olib ketdi. Hamma negativ yozishlar. Odamlar uchun seni yashashing ham hatto deb bekorga aytmayapman. Rostdan shunaqa. Nafas olsak ham juda qilayotgan ishimiz noto'g'ri. Negativchilar sizlar qancha ko'p negativ yozadigan bo'lsalaring, meni boshqalarga ko'rishga yordam bergan bo'lasizlar. Shuning uchun davom etaveringlar. Men e'tibor bermayman. Bosing agasini. Bitta negativ yozishdan oldin bittagina oynaga qarab, bittagina apyaringga qarab yoki bo'lmasa bir chiroylaringga qarab, dunyo go'zallari yoki farosatlilar juda ham o'zlaringga bir qarab keyin yozinglar, xo'pmi? Qaramay o'zi qarab yozsa deb o'ylamayman, qaramay yozaveringlar. Можно sizlarga farq qilish narsa. Yuzlaring oynaga qaraganda kimni ko'rasizlar bilmayman ekan. Nima baliq, tovuq yeb, yo'lga kelmay qo'ygan edim ancha. Sizlar o'tirib просто negativ yozing, men mana bu mazza qilib o'qitaman. Ana shuncha ovqat turibdi deganim bilan ham. Xullas.